Bugun yangi bozorliklar bilan qiziq savol-javoblar. Ketdi. Necha yoshsiz? 16. 16 yoshsiz. Bugun to'ldim. Bugun to'ldingiz. Da. Tabriklaymiz. Rahmat. Agar 10 yil oldin tug'ilganingizda necha yosh bo'lardingiz? 6 yosh. 16dan 10 yil oldin 6 yosh-ku. Nechinchi yilsiz? 2009. 2009. Da. 10 yil oldin tug'ilganingizda nechinchi yil bo'lardingiz? 99. Shunda? Necha? 27 mi? Bo'lay agar hozir miyam qisib qolyapti, to'g'risi yomon jahlim chiqyapti lekin. Necha yoshsiz? 15 yoshmi? 10 yil oldin tug'ilganingizda necha yosh bo'lardingiz? 5 yosh bo'lardim. 10 yil oldin. Da? Qarang, hozir 15 yoshsiz. Ha, hozir. 10 yil oldin tug'ilganingizda necha yosh bo'lardingiz? 5 yosh bo'lardim. Mana o'rtog'imdan so'rab ko'rsam. Davay, seni. O'rtog'ingiz aqllimi? Da, конечно. O'rtog'idan so'ramoqchi. Davay. Allo, Malika. Qaragin, men 10 yil oldin tug'ilganimda necha yosh bo'lardim? 5 yosh. O'sha agar odamni urushda pulli qilib qo'ysa, kredit olib bo'lsa ham uraman sayfilosdi. Aniqmi? Nechinchi yilsiz? 2010. 2010 siz, to'g'rimi? Da, da. 2010 dan 10 yil oldin tug'ilganingizda. To'xtang. Bo'pti, paka. Rahmat. 25 mi? 25. Da, 25. To'g'ri. Rahmat. Arzimaydi. Xo'p.